Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, qadrdonlar, bizni kuzatib o'tiruvchi obunachilar, Samarqandlik aka Shopir akamizga kuzuklari qulluq bo'lsinmi? Samarqandda turib ishlarimizni kuzatib, o'sha yerdan niyat qilgan ekanlar, shu yerda kuzib qildiraman, shu Farg'onada deb mana va nihoyat kuzuklari bitib, niyatlariga Alloh yetkazib, kuzuklari bitdi, bugun chiqarib yuboryapmiz. Birinchi imtihonni shu yerda o'zida o'tkazyapmiz. E'tibor beringlar akalar, kuzupimizni yonbosh eshigi ikkita gayka bo'ldi. 4 dona oshoq-moshoqda turibdi. Hozir shu yonbosh eshigidan kranga ildirib ko'taryapmiz. Hozir 1 tonnani atrofida bo'lgan yukni mana shu yonbosh eshigini o'zi ko'taryapti. Xudo xolasa siz yuklaydigan 7 tonna, 8 tonna yuk kuzupimizni yonbosh eshiklarini kerib yormaydi. Kuzupimizni razmeri akalar, ukalar 370 ga 230, 130 bo'yi bo'lyapti. Pollarin tagi 10 ga 5 konteyner profildan to'qilyapti. Usulinni qilib, yonlari 8 ga 4 profil, qalinligi e'tibor beringlar 2.1 stenada bo'lyapti. Shuning uchun ham bitta eshik seli kuzupni bemalol ko'taryapti. Akalar, bir faraz qilinglar-da, Samarqandda turib ko'rmagan, bilmagan odamiga $1000, $1,500 ish boshlanishidan zakolat tashlash ham oson emas. Alhamdulillah, shu yuzimizni yorug' qilganiga, shu shuncha odamning ishonchiga kirib, shu rozi-rizochilikda ishlayotganimizga yaratganga behisob shukr bo'lsin. Bizni postoyanniy kuzatadigan obunachilar, akalar biladi, bu ish bizni birinchi ishimiz emas, oxirgi ishimiz emas. Xudoga shukr, bir 10 tadan oshiq kuzib chiqardik shu 1 yil ichida. Xudo xolasa, shu mehnatlarimiz sizlarga ma'qul kelayotganidan xursandmiz. Va O'zbekiston bo'yicha, O'zbekistonda xohlagan tochkasiga gaz 50 zapchas yoki bo'lmasam shunaqa noldan qilingan kuzuplarni yetkazib beramiz xudo xolasa. Akalar, podramamiz 27 shvillerda bo'lyapti. Как положено, shu 5 ta gaz balonga joy ochib qilib beryapmiz. Birovoylar ham har doimgidek shu qalin materialda bo'lyapti. Svarkalarga alohida e'tibor beringlar akalar. Svarkaga o'zim ham alohida e'tibor beramanki, chunki svarka sohasida ma'ni aldaydigan odam yo'q, chunki o'zim yaxshi svarchiman. Svarka yaxshi yomon svarkaga aqlim juda ham yaxshi yetadi. Shuning uchun lider svarchilarni tanlab ishlayapmiz. Akalar, ishlari ma'qul kelyapti. Hammamizga, bizga ham, shu kuzupni olayotgan klientlarga ham ma'qul kelyapti. Bu padrama akalar sizlarga yangilik emas, ko'p ko'ryapsizlar. Faqat tanishtirib o'tmas ekanman, shu oldi-qo'lda ko'pincha akalar maslinni bachok qilib beryapmiz, yog' bachok qilib beryapmiz. Ichiga 25 litr atrabon sig'adi. Shu bir marta yog' quyib olasiz, shu bilan yog' quyishni esdan chiqarasiz. Ham yoniga oshiqcha leshni qilib bachok ilib yurmaysiz. Bu podramamizni tayyor holati, shu qoldi 2 tomondan 4 tadan 22 gayka bo'lib ketishib, ramaga qatirish qoldi. Bu silindrni o'rnilari, silindrni ham o'rnaydigan podstavkalariga alohida e'tibor beringlar. O'ta baquvvat, hech qanaqa jilmaydi. O'sha teshikka mana shu silindrda qulog'i tushadi. Silindr borib, mana bu duxtavrga qadaladi akalar. Adashmanglar, ko'pchilik aytadi, shu silindrim ko'tarib chiqdi, ishirib chiqdi deydi. Mana shunaqa duxtavr qo'ysalaring, silindr borib qadalaydigan joyiga. Unda hech qachon bu silindr ishirib chiqadigan ish bo'lmaydi xudo xolasa. Akalar, kuzupimizni bitish holati shu, 2 ta lesnisi. Kuzupimizni 2 yonboshida eshigi ochiladi. Eshikning tepasidagi qo'shimchasi ham yechib olib qo'ysa bo'ladi. Kuzupimizni orqa eshigi ham yonga ochiladi, ham tepaga ochiladi. Kuzupimizni orqa eshigini tepasidagi qo'shimchasi ham alohida yechib olib qo'yilsa bo'ladi.
Kraskalarda endi o'zlaring ko'rib turibsizlar, bu hattoki yengil mashinalarda ham bunchalik bilis, bunchalik yaltiraydigan kraska chiqmaydi. Bunga sabab shu kraskadan oldin jicha mehr berib, ancha-muncha zang, ancha-muncha eski kraskalarda ko'chirib, tozalab turib kraska sepsa, mana shunaqa cho'tki chiqadi. Akalar, kraskamiz zakazga tayyorlanadi. Bu har joyda sotilavermaydi bu kraskadan. Bu imini podborga tayyorlattirib sepamizki, shu olayotgan odamga sifatli ko'rinsin, shu alohida bitta bo'lsin deb alohida shu kraskani ham tayyorlattirib septiryapmiz akalar. Telegram kanallarimiz Gaz 53 zapchastlari O'zbekiston bo'ylab deb nomlanadi. Akalar, bemalol o'zingizlarda sotadigan mashinalaringni, olaman deyotgan mashinalaringni arzon narxlarda shu shopirlarda guruhasi bor. Chetdan bemalol ishlaringni bitkazishlaring mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona, Toshloq. Zapchaslar, kuzublar O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Havas qilganlar, sizlarga ham Allohim buyurib nasib qilsin, hammalaringga ilohim bergan kuzublarimiz yaxshi kunlarga xizmat qilsin, buyurib nasib qilsin. E'tibor uchun hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar.